Mana hurmatli obunachilar, go'shtlarimiz sifatiga o'zingizlar bir baho berib qo'yasizlar. Hop, endi mana bu go'shtni bu yoqda qo'y. Sizlarga mana hozir amerikanskiy stilda kesib ko'rsatib beramiz. Hop. Bu ichki sonli o'zimiz o'zbekcha yorish bo'ldi. Bu endi hozir chet elcha, Yevropacha yorish bo'ladi. Mana qarang, bismillah. Go'sht ichiga olib qo'ysa, baho berib qo'yishadi. Mana bismillah. Go'shtga baho berib qo'yishadi. Go'shtimizni nomerading go'shtlar. Hop. Bir kamera kiramas. Hop. Kimga shunaqa